Git taglari va relizlariga bag'ishlangan amaliy darsimizni boshlaymiz va bu darsimiz uchun Git repozitoriyni man sozlab, kerakli Git konfiguratsiyalarini kiritib qo'ydim vaqt yo'qotmaslik uchun va local repozitoriyimizni remote serverga bog'langan. Commitlar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, bizda 3 ta commit mavjud. Taglar ro'yxatini ko'rsak, taglarimiz yo'q, taglarimiz ro'yxati bo'sh. Yangi oddiy lightweight tag yaratish uchun shunchaki git tag komandasiga tagning nomini ko'rsatamiz. Va ro'yxatni ko'rishimiz mumkin, tagimiz yaraldi. Git log komandasi orqali outputni ko'rganimizda, branchlardan tashqari bu joyda taglarni ham ko'rishimiz mumkin va bu tag qaysi commitga point qilganini ko'rishimiz mumkin. -d optioni bilan tagni o'chirishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Hozirgina yaratgan tagimiz o'chib ketdi. Annotated taglarni yaratish uchun git tag komandasiga -a optioni hamda tagning nomi va -m optioni orqali message yozib qo'yishimiz mumkin. Git tag hamda git log komandalari orqali ko'rishimiz mumkin. Yangi tagimiz paydo bo'ldi. Git show komandasi orqali bo'lsa, ushbu tag haqida to'liq ma'lumot olishimiz mumkin. Git taglarini nafaqat head pointeri qarab turgan oxirgi commitdan, balki git historydagi ixtiyoriy commitdan yaratib olishimiz mumkin. Buning uchun u commitga checkout qilib o'tishimiz shart emas. Shunchaki git tagni yaratish uchun ishlatgan komandamizga ushbu commitni hashini ko'rsatib ketsak, shuni o'zi kifoya bo'ladi. Ushbu tagimiz yaralganligini ko'rishimiz mumkin va git log komandasini ko'radigan bo'lsak, oxirgi yaratgan tagimizni head pointeri qarab turgan commitga emas, bizni xohlagan commitga qarab turibdi. Bunda ushbu tagni statusi, ushbu tagni holati shu commit bilan bir xil bo'ladi. Bironta tagni remote serverga yuborish uchun git push komandasidan foydalanamiz, faqat bu joyda branchni o'rniga tagni nomini ko'rsatamiz. Remote serverni ko'radigan bo'lsak, bu joyda bitta tag paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin hamda taglarni ro'yxatiga o'tsak, biza yaratib yuborgan tagimizni ko'rishimiz mumkin. Biza hozir bittagina tagni yubordik remote serverga. Barcha local serverdagi remote ga yuborilmagan taglarni hammasini yuborish uchun git push origin komandasiga --tags optionini qo'shishimiz kifoya bo'ladi. Remote serverga o'tib qaraydigan bo'lsak, taglarimiz soni 2 ta bo'ldi va taglarning listini qarasak, yangi tagimiz ham yuborilganini ko'rishimiz mumkin. Va ushbu tagdagi faylni kontentini qarasak, commit bilan bir xil, ya'ni o'zi qaysi commitdan yaratilgan bo'lsa, o'sha commit bilan bir xil holatda turgan bo'ladi. Remote serverdan bironta tagni endi o'chirib yuborish uchun git push komandasiga remote nomini ko'rsatgandan keyin --delete optioni bilan tagni nomini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bunda localdagi git repozitoriy remote serverga bog'lanib, remotedagi shu tagni o'chirib yuboradi. Remote serverimizni tekshiradigan bo'lsak, taglarimiz soni bittaga kamaygan va listni ko'rsak, bu joyda ham o'chirib yuborgan tagimiz mavjud emas.